O'tgan qismda men o'z Gelenwagenimni sotib yubordim va bu qismda qanaqa mashina olaman yoki umuman yangi biznes boshlaymanmi, buni esa sizlar video davomida bilib olasizlar. Video boshlanishdan oldin videoga like va kanalga podpiska bo'lish esingizdan chiqmasin. Qani bo'lmasa videoga qaytamiz. Tak, xo'sh. Mana bezorlar turadi ko'chada. Kimga bezor deding? Yo, sizni emas, janob. Siz bezor emassiz. Bola, iPhone'imiz bor, eng muhimi. Uyda esa notebookim bor. Va mana bu yerda haydashimizga bitta Nissanimiz qoldi va hozircha pullarimiz ham yaxshigina bor. Men hozir ustalarning oldiga borib, mebellar sotib olishim kerak. Ya'ni uyimni remont qilishga. To'xtanglar, o'zi telefonda ham hal qilsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Ha, albatta bo'ladi. Nega bo'lmas ekan? Tak. Telefondan men bir ikkita mebellar ko'raman va zakaz qildiraman ustalari bilan birga. Xo'sh. Tak, kimdir telefon qilyapti. Alo. Bo'la obunachilar, shu joyda stop. Sizlarga men videoda ishlatadigan modlarim yoki o'zim haqimda ma'lumotlar kerakmi? Sizlar meni Telegram kanalimga o'tib qo'yishingizni tavsiya beraman. Chunki u yerda men ishlatadigan hamma modlar va yana qo'shimcha ma'lumotlar bor. Qani bo'lmasam videoga qaytamiz. Kim bu? Dum. Alo, xo'sh eshitaman. Assalomu alaykum. Zakaz qilgan narsalaringiz keldi. O'sha domni tagidaman. Xo'p, hozir chiqyapman. Kutib turing 2 minut. Ha, janob, kutaman. Aha, bo'ldi. Do'stlar, zakaz qilgan narsalarimiz kelibdi. Xo'sh, ishqilib juda ham qimmat bo'lib ketmagan bo'lsin. Men ungacha mana bunday lampalar olib keldim, uyimizni sal-pal yorug'roq qilish uchun. Tak, qani ekan bizning zakazlarimiz? Ha, mana janob, zakaz qilgan narsalaringiz pulini bersangiz bo'ldi. To'xtang, oldin ko'rib olaylik. Xo'sh, hamma aytgan narsalarim bor. Qancha bo'ldi? $10,000. Ha, $10,000. Yaxshi, $10,000 hozir sanab beraman sizga. Uzr, kallangizga bilmasdan chiqib ketdim. Tak, $10,000 qancha bo'lar edi? Xo'sh, janob, mana $10,000 pulingiz. To'xtang, hozir men sizga beraman. Mana. Bemalol sanab olishingiz mumkin. Mayli, to'g'ri, rahmat sizga janob buyurtmangiz uchun. Nimaga siz bunaqa g'alati yuribsiz? Tushunmadim do'stlar, bu o'zi shunaqa jinnimi? G'alati-ku bola. Mayli, e'tibor qilmaylik. Tak, biz dastlabki qilgan narsalarni bitta qo'limizga olib olamiz. Do'stlar, hozir uyimizni sizlar bilan birga chiroyli qilib bezab qo'yamiz. Chunki mendek ko'p puli bor odam qanaqasiga uyi bunaqa ahvolda bo'lib yotishi mumkin do'stlar. Tak, birinchi o'rinda qaranglar, kirganda kirish uchun men nima zakaz qildirdim. Ya'ni haysiga o'xshagan mol bolalar prosta tak kirib ketmasin deb mana bunaqa narsa qo'yamiz. Ding qilib chaqiradi-da. O'zidan o'zi kirib ketavermaydi. To'g'rimi bolalar? To'g'ri bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Tak, yana dalshi kirgandan so'ng qaranglar, men xolodilnik zakaz qilganman. Va yana boshqa narsalar. To'xtanglar, bu yerda o'z hammasi bormi? Ha, mana bu yerga biz oshxona, kichkinagina oshxonacha qurib qo'yamiz. Qanday qilib desanglar, bunday. Buni yoqib qo'y. Va mana buni olamiz, keyin buni qo'yamiz va yana bunday. Tak, menimcha yomon ko'rinmayapti do'stlar. Shundaymi? Ha, menimcha shunday. Tak, ana endi esa tepasiga qilish qoldi. Mana bunday. Oppa, juda ham zo'r do'stlar. Faqat xolodilnikni mana uni o'rniga qo'yishimiz kerak bolalar. Xo'p, oldik. Ana endi juda ham zo'r ko'rinyapti bizda oshxonacha. Bundan suv tushadimi? Buni suv bilan to'ldiring deyapti. Ammo keyinroq to'ldirib qo'yaman. Tak, xolodilniklarimiz juda ham zo'r. Kolani solib qo'yaman. Nimaga yaxshi solinmayapti, tushunmadim. Kolani solib qo'y. Nimaga qo'yilmayapti do'stlar, tushunmayapman. Yo pastiga qo'yiladimi yoki buni yoqish kerakmi? Tushunmadim. Ammayli, mana bu yerda turib tursin, hozircha haysiga kelib o'zi ko'rib berar nima bo'lganini. Va do'stlar, yana nima bilasizlarmi? Tak, men mana bunday ikkita kreslo olganman. Bu kreslolarni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz va to'g'riga bitta televizor olishim kerak. Hali beri televizor olganim yo'q.
va mana bunday havo aylantirib turgich juda ham issiq bo'lyapti hozircha. Endi bu yoqqa kuz keldi va havolar ham salqinlashyapti, lekin bilasizlar, baribir ham bu narsa kerak bo'ladi. Shuning uchun ham olib qo'yaverdim. Va yana bizga kerak bo'ladigan narsa nima bu do'stlar, bilasizlarmi? Tak, mana bunday o'tirib ovqatlanish joyi. Bu bizga juda ham kerak bo'ladi. Ya'ni Xaysi bilan menga juda ham kerak bo'lgan narsa. Tak, oppa, yaxshi, va mana buni qo'yib qo'yamiz. Okey, juda ham zo'r. Mana bunday bu yerga kimdir o'tirib olsa, lekin bu yerdagi televizor ko'rinmas ekan. Ammo balkim televizorni mana bu yerga va o'tiradigan joylarni o'zgartiramiz keyinroq. Hozircha shunchaki qo'yib turganim yaxshi. Blenderni mana bu yerga qo'yamiz va mikrovolnovkani esa bu yerga. Uy, shu juda ham baland ekan. Do'stlar, agar videoni shu joygacha ko'rib hali ham like bosmagan bo'lsangiz, like bosib qo'yishingizni maslahat beraman. Chunki menday achkili bolaga sizlar like bosmasanglar, kim bo'lsa boshqa. Tak, mana bunday garderoblarni esa Xaysini xonasiga qo'yib turamiz do'stlar. Ya'ni meni ham kiyimlarim shu yerda turadi va Xaysini anosida ham xonasida turadi. Tak, va mana bunday ikkita ajoyib posterlarni qo'yamiz. Va do'stlar, kirganda bu narsa mana bu yerda turadi. Bu shkaf do'stlar. Ajoyib. Bu yerga esa bir ikkita kiyimlar solib qo'yganman. Ana endi esa ajoyibgina uy ko'rinyapti, to'g'rimi? Ha, juda ham zo'r bo'ldi bola. Xuddi boy, rich odamlarga o'xshab yashaydiganlarga o'xshayman. Mayli bo'ldi. Rich bo'lmasalik ham normalligini remont qilib qo'ydim. Mana buni esa ham o'zimni xonamga qo'yaman buni do'stlar, ya'ni mana bu yerga. Tak, nega qo'yib bo'lmayapti tushunmayapman. Tak, mana buni ham olib tashlash kerakdir. Ha, mana bu palaslarni ham olib tashlaymiz do'stlar. Va mana bu yerdagi divan ham bizga endi umuman kerak emas. Nega desangiz, chunki bu endi Xaysining divani do'stlar. Xaysining divanini tak, mana shunday qilib, yo'q, bunaqasiga o'rnatib qo'yamiz. Yo'q, mana bu yerga o'rnatamiz tinchgina. Bo'ldi. Ana endi esa chala qolgan joylarni esa Xaysi o'zi qilib qo'yadi do'stlar. Mana Xaysiga ham bitta shunaqa narsa. Amayli ikkita qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Ajoyibgina xona bo'ldi. Ana endi esa bolalar, bizda boshqa mashina bor. U mashinani sotib yuborishimiz kerak. Hozir men sizlarga ko'rsataman u mashinani. Tak, Nissan olgan edik. Sizlarda bo'lsa ajoyib bitta Nissanimiz bor bizda. Hozir sizlarga o'sha Nissan ko'rsataman. Mana hali ham yonib turibdi Nissan. Tak, buni aslida olganda juda ham zo'r mashina. Faqat bir klient ham chiqqan. Hozir borib shuni sotib hal qilib kelishimiz kerak do'stlar. Va men yana avtosalon emas, umuman boshqa biznes boshlamoqchiman. Qanday biznes boshlaydi do'stlar? Agar sizlarda fikrlar bo'lsa, signal. Agar sizlarda fikrlar bo'lsa, iltimos kommentariyaga yozib menga g'oyalar berishingizni iltimos qilib qolar edim, chunki faqat avtosalon bu mening ikkinchi ishim bo'lib qoladi. Boshqa ishim esa uzr atalab qilmadim. Keyin esa bu bratga pulini berib ketish kerak. To'xtanglar, hozir gaplashib ketaylik shuni. Keyin problema qilib yurmasin. Juda ham qattiq urildi-da. Kelar shuni o'zimiz tuzatib qo'ysak bo'lmaydimi? Bo'lar ekan. Bo'ldi, ketsak ham bo'ladi. Bu yoqqa kel. Nima deysiz? Hozir meni magazinimga mashinani o'rganni ko'rdim va sifatsiz blok qo'yib qo'yding, pulini to'la. Nima, qanaqa sifatsiz blok? Axir bu ajoyib blok, qarang. Yo'q, pulini to'laysan yoki ustingdan ariza beraman. Yo'q, mayli. Sizdaqa yozuvchi odamlar ham ko'payib ketganda hozir. Mayli, qancha beray? $200. $200, mayli, mana $200. Bo'ldi, ketaver. Xo'p, mayli do'stlar, mahallamizda shunaqa shantaj bratlar ham bor. E'tibor qilmaysizlar do'stlar, ozgina haydashda xatolikka uchradim. Mayli, boshqa uchramaymiz degan umiddaman. Xo'sh. Mana shu yerda edi, uni oladigan egasi. Tak, bo'ldi. Mashinani esa hozir yo'q, iltimos, yana pul to'lagim kelmayapti. Tak do'stlar, meni mashinamda olmoqchi bo'lgan odamlar xuddi mana shu joyga chaqirtirgan ekan. Chota bu joylar menga yoqmayapti vallahi, ishqilib tinchlik bo'lsin, to'xtalar. Ham bo'ldi. Nimadir bo'lsa Xaysiga xabar yozib qo'ydim-da. Xo'sh, kimdir bormi? Men bu yerdaman, bu yoqqa kel. Ha, janob, hozir yaxshigina joylaringiz bor ekan-a.
Ha, qo'shimcha ma'lumotlar bera olmayman. Mashina sotyapsanmi? Ha, mashina sotaman va shu biznes bilan shug'ullanaman. Ha, sen yaxshi biznesmensan. Shaharda yaxshi biznesmen degan noming chiqqan, bilasanmi? Ha, buni bilsam kerak, lekin mashina haqida gaplashsak bo'ladimi siz bilan? Ha, xo'sh, umuman olganda menga seni mashinang kerak emas. Xo'sh, siz nega bu yerga chaqirtirdingiz unda meni? Men shu shahardagi eng kuchli to'da boshliqlardan biriman. Ha, to'da boshliqlardan biri ko'cha bezorlarimi, shundaymi? Ha, lekin qochishga harakat qilma. Endi seni ko'chada meni jamoadoshlarim kutib turibdi. Agar qochsang, boshingdan darcha ochib qo'yishadi. Xo'p, menga nima qil deysiz? Ha, bizda jamoaga qo'shil va biznesini ham bizda jamoaga 50% berasan. 50% o'zingga qoladi. Yo'q, tushunmadim. Bunga kelishmagan edik. Siz menga Instagramdan Shomurod nomi bilan yozdingiz va mashinani sotib olmoqchi ekansiz-ku. Yo'q, senga aytdim, menga mashinang kerak emasdi. Men bilan unaqa ohangga gapirma, bo'lmasa mazangni qochiraman. Nima? Siz urushni xohlaysizmi? Men 2 yil boksga borganman. Meni qiziqtirmaydi. Ko'cha bolalariga boks qiziq emas. Xo'sh, urushasanmi? Aha, mayli, urushamas. Qani kelingchi. Agar yutsam bu yerdan ketaman, tushunarli? Aha, bo'lgan. Urushamas, faqat obunachilaring shu videoga 100 ta like bersin. Qani do'stlar, videoning keyingi qismi chiqishi uchun shu joyida 100 dona like beringlar. Hammalarga xayr. Sizlar bilan men Frisboy bo'ldim va orqamdagi Qoravoy. Ko'rishguncha do'stlar.